работает. Все приехали, чтобы здесь работать. Никто, hech kim hech narsa deyolmaydi. Hech kim hech narsa deyolmaydi. Qani prezidentga borib narsa deyolasizlarmi? Deyolmaysizlar. Я YouTube, я на Instagram все выложил вчера. Прошлый день тоже выложил. Выкладить в интернете, чтобы никто не брал. Да, вот всем я этого говорю. Бедные наши, как ваши, берут билеты и сидят сутками здесь. Они бы за эти деньги могли бы еще поработать. Mana bittasini to'yi bo'lish kerak. Ertadan qachon 16siga o'tiribdi bechora. Ya o'tirgani sultini siponaman deb o'tiribdi u. Kelinni sanma ko'nglini ko'tarib Buni eshitadiganlar представитель даже kelgan ham yo'q. Centrum aviakompaniya. Qani? Ular qachonki reysni aniq qiladi-ku, o'shanda keladi. Bu xalqni nima qilgan joyi bor, короче. Xola, hech kim gapira olmaydi mana shu kompaniyaga. Men javob beraman. O'shani borib yozish kerak. Yozish kerak sentrumda. Я имею полное право. Ha, lekin u yoqqa boramiz-ku. Tilimiz chiqmay qoladi O'zbekistonga. Nega chiqmaydi? Qayerga chiqmaydi? Bo'lmasam o'shani aytingizlar. Qayerga aytish kerak? Shu katta представитель. Mana mansharga birar joyga jalba qilib. Bu yerda yo'q. Bu yerda yo'q. Bu yerda yo'q bo'lsa, O'zbekistonga borgan so'ng u kerak emas bizlarga. Ana shuni O'zbekistonga borib aytish kerak. Shu borib bo'lgan so'ng kerak emas bizlarga. Bormay turib mansharda olsa, borib turib. Bu yerda hech kim javob bermaydi sizlarga. O'zbekiston javob beradi. Kerak bo'lsa, Putin oldiga ham kelish kerak bo'lsa, kelamiz. Uni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Soat 7da bo'lar ekanmikin shu. Ertan kechqurun soat 7da uchadi. Ertang, bugun 5-noyabr kuni kechqurun soat 19:00 da. Men sizlarga boya aytdim, hali Toshkentdan samolyot uchgan yo'q. Представительlar aytdi. Endi bu aniq emas. Men sizlarga boya ham aytdim, aniq emas. 7dagi. Bu ham aniq emas. Снимите в YouTube, снимите вот это все. Оставьте в YouTube, поставьте, чтобы люди видели, как здесь сидят люди мучаются. Mana 5-noyabr kuni. Erta kechga bo'lyaptimi shunday? Ertan kechqurun. Yana bugun 5-ku, bugun 5. 5 kuni kechqurun. Nima qilaylik aka, nima qilaylik? Nima qilaylik onasi? Dama uyga ketamiz samon. Ertan kechqurun. Bugun kechqurun, bugun kechqurun. Akalar, mana ko'ryapsizlar, Centrum aviakompaniyasi odamlarni ahmoq qilyapti deb ayta olamiz. Mana akalar, o'zingiz fakt gapiringizlar, qachon uchish kerak edi? Aka soat 12. Qachon uchish kerak edi? 12:25 ga uchish kerak edi. 12:25 da bugun kechasi 4-noyabr kuni kechqurun, 4-noyabr kuni kechqurun 23:45 da uchish kerak edi. 5-noyabr kuni kechqurun soat 19:00 ga bu ham hali fakt emas. Damo hamma uyga. Mana bu yoqda hozir janjal bo'ldi. O'zingiz ko'rasiz.